Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugungi manzilimiz Yaypan. Aka-ukalar, kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa chiroyli holatda darvozamizni olib kelib ishlarimizni yakunlab oldik. Yaypanni qayeri aka, adres tushuntirib yuboring. Furqat tumani Kichikyangi qishlog'i. Darvozani eniga to'g'ri quruq, bo'yiga 3.10 bo'ldi. 1 kvadrat metri 1 milliondan tayyorlab beryapmiz. Xohlasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Eshigimiz 90 sm ochiladi. Stoykalarimiz 12 ga 8 profil bo'lgan. 2 lik 2,5 stena qilib beryapmiz. Taglari shiveller bo'lgan. Tepalari 8 ga 8 profil qo'yib berganmiz. Darvozamizning profillari polni 6 ga 4, 1,5 qalinlikda. Chaspaklarimiz ham polni 1,5 qalinlikda bo'lgan. 2 ga 2 chaspaklarimiz. Xudo xolasa zamoklarimiz zubr zamok, kraskalarimiz muk raspali matviy kraska bo'lgan. Kraskalarimizga ham xudo xolasa garantiya beramiz. Zanglamaydi, xudo xolasa yaxshi holatda turadi. Darvoza zanglamaydi desak ham mana devordan 71 metr orqaga qaytarib o'rnatdi. Umri uzoqroq bo'lsin darvozamizni deb orqa qismini ham ko'rsatib qo'yaman. Zamoklarimiz ochilib yopilishlari, o'rtalari har doimdek sentr zamok bo'lgan. Mana orqadan ko'rinishi, hamma joylari joyida bo'ldi. Svorkaning o'rnlari kraska qilinadi. Xohlasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Juda ham chiroyli holatda tayyorlab beramiz. Shumkaliga o'xshab chiqadi, o'zi bir qavatli bu darvozamiz. Shumkaliga o'xshab chiqaveradi. Ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar, mana shu uyimizga yarashgan bo'lsa, yarashdi deb qo'yasizlar aka-ukalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz.